Sitora bo'ling tezroq. Qayoqqa kelding Mardonbek? So'yoqli xaridlar reklamasiga keldik. Doim reklama qilarsiz, faqat internetda ko'rganman. Xuddi o'sha joy. Qani bugun ko'zim bilan ko'rib, haqiqatan gaplaringiz rostmi, yo'qmi bilib olaman. Ketdik. Vau, do'kon haqiqatan ham juda ham katta ekan. Ayniqsa go'zal opa-singillarimiz uchun juda ham go'zal, har xil turdagi sumkalar va injiq-injiq parfyumeriyalar ham bor ekan. Sitora nafaqat ayollar uchun, balki erkaklar uchun ham sumkalarda turli tumanlar, yosh bolalar uchun minglab turdagi sovg'a-salomlar bor. So'yoqli do'koni aslida ko'rganimdan ham juda ham katta ekan. Bu yerda kosmetikaning har xil turlari bor ekan, ko'rib tugatolmayapman. Bu yerda kerak mahsulotlari uchun aksiya bo'lyapti ekan, 1+1, ya'ni mana shampun olsangiz, zubli pasta bonus qilib berilar ekan. So'yoqli xaridlar suvenirlarni ham inomarkalardan olib kelishadi. Kimgadir sovg'a qilsangiz bir umr esida qoladi. Voy, sovg'alarni ko'pligini bolajonimga ham battan tanlab ketaman bitta sovg'a. Ayniqsa ayollarimizni eng sevimli joyi oshxonaga eng zamonaviy narsalari bor ekan. Sitora, bu yerda konstavarlarni ham turli tumanlarini topasiz. Ayniqsa super narx yozilgan stikerli mahsulotlarni yana ham arzon narxlarga xarid qilishingiz mumkin. Mardonbek, so'yoqli xaridlar aytganingizcha bor ekan. Manzil Marg'ilon shahar Ansor savdo markazining pastki qavatida. Bu videoni marg'ilonliklarga tashlab qo'yinglar.